shu nimani yonidan turib, enini yonidan turib, itning ovozida huribdi. Vov, vov, vov qilgan ekan. Ichkaridan sichqon o'ylabdiki, ana it kelib qoldi, hozir mushukni bir ahvolini ko'radi, yugurib chiqqan ekan, g'ippa ushlab olib, maza qilib yegan ekan. Bir ikkita o'rtoqlari kelib, mushuklar kelib, qanday ushlading? Juda ham firibgar edi. Uni qanday ushlading desa, chet tilini o'rganish kerak edi. Qanday ko'tarinki kayfiyatda o'ynasanglar, albatta yutasizlar. 5-raund. Yangi yo'l. Aleksey Nuriyev, Yangiyo'l shahar Yangizax ko'chasi 38-uydan sizlarga o'z savollarini yuborganlar. Diqqat bilan eshitinglar. Sizlarni ko'pchiligingizlarga juda ham yaxshi tanish mavzu. Mashhur badiiy filmlarni sanayman. Yor, Brilliant qo'l, Plyuchixadagi 3 terak kabi filmlarda biz so'rayotgan narsa vosita epizodik lavhalarda ko'rinadi. Ammo 1970-yillarning bir mashhur filmi deyarli biz so'rayotgan vosita haqida. Yuqorida sanalgan filmlarimizning oxirgisida film qahramoni biz so'rayotgan vositani ancha-munchasini arzon pulga sotib yuboradi. Hurmatli hamkasblar, siz yo o'sha narsani nomini, yo oxirgi film nomini toping. Vaqt ketdi. Televizor mosmidi, yor-yorda. Plyuchixadagi 3 terak deyaptilarmi? Oxirgisi qaysi ekan? Topmaganimiz yor, Brilliant qo'l, Plyuchixadagi terakdan tashqari yana bitta film, o'sha filmning qahramoni sotib oladi deyilyapti. Nimani sotib oladi? Arzon narxda sotib yuboradi. Yo o'sha narsaning nomini, yo filmning nomini, demak bir-biriga yaqin. Brilliant Severukada nimani sotib oladi? Yor-yorda. Yo, yor-yorda ko'ringan narsa, bu hali sotilgan emas. Kichkina bir lahza sifatida ko'rinadi. Mana ular. Yor-yorda, 3 terakda nima bo'lishi mumkin? Qaysi film bo'lishi mumkin? 70-yillar. 70-yillardagi eng mashhur filmlarni eslaylik. Nima bor? Оно у нас, qaysi filmda o'sha rossiyskiy. Brilliant qo'lda yiqiladi-yu, short pop yeriydi. O'shanga nima tarvuzga yiqiladimi po'choqdagi yillardagi. Yuqorida sanalgan filmlarning oxirgisida film qahramoni biz so'rayotgan narsani ancha-munchasini arzon pulga sotib yuboradi. Hurmatli hamkasblar, siz yo o'sha vosita nomini yo film nomini deb so'radik. Marhamat. Javobi Zokir Ochildiyev. Zokir Ochildiyev, marhamat, bir harakat qilib ko'ring. Endi ishonib ishonmagan 50 holatda tarvuz deb jamoa bilan kelishdik. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Qiyin, bizning o'yinlarimizda juda qiyin tomonlari bor. O'zingizga qiyinligini bildiryapsiz, rosa. Rosa qiyin. Sizlarga ham qiyinligini men sezib turaman-da. Mana atrofingizdagi yigitlarga ham qiyinligini men bilaman. Bu narsa ko'pchilikning orzusi bo'lgan. Asror akam ham orzu qilgan bo'lishi mumkin. Qobilbek akam ham orzu qilgan bo'lishi mumkin. Bu ko'pchilik yeta olmagan orzu sanalgan. Narsa 1996-yildan keyin bir zumda sarobga aylandi. Chunki mustaqil yurtimizda Nexia avtomobillari paydo bo'lishi bilan uni qadri pasaydi ketdi. Oxirgi so'ragan filmimiz nomi Avtomobildan saqlaning. So'ragan narsamiz, vositamiz Volga 21 avtomobili edi. 2-3. Asror aka, sizni ham juda muxlislaringiz ko'p. Radiodagi faoliyatingizni ham bilamiz. Televideniyada ham juda ko'p samarali ijod qilyapsiz. Ayniqsa mehr ko'zda ko'rsatuvi sizni juda elga mashhur qildi. Asror aka,
topilgan insonlarning sanog'ini olib borasizlarmi? Ha, qisman olib boramiz uni. Yo, iloji yo'q buni rasman ro'yxatga olib borish. Yo'q, ro'yxatga olamiz deyarli topilganlarning hammasini. Taxminan qancha? Endi bir ota-onadan tug'ilib bir-birini yo'qotganlardan mana 4 yil bo'ldi ko'rsatuvimiz tashkil topganiga. Shundan 200 ga yaqin topdik. 4 yil davomida. Demak, shuncha oilalarga quvonch ulashgan. Asror aka, xayrlashayotganimiz yo'q-ku, bayram tilaklaringizni marhamat hamkasblaringizga televideniya orqali o'zingizni istaklaringizni aytishingiz mumkin. Rahmat. Bayram bilan hamma hamkasblarimizni tabriklaymiz. Shu sohani tanlagan yoshlarni tabriklayman. Ishlarida omad tilayman. Zakovat ko'rsatuvini muxlislari ko'p. Kuni kecha Buxoro sharifdan keldik, u yerda ham gapirishdi. Salomlarini yetkazib qo'yishni iltimos qilishdi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida ommalashib ketayotgani juda ham ma'qul bizga. Endi balki bir ikkita o'zgarishlar kiritish kerakmikin. Hozir biz qiynalgan paytda masalan, men uyga qo'ng'iroq qilsam, xotinim ba'zi bir narsalarga javob berardi. Turmush o'rtog'im juda qiziqadilar. Oldindan topadilar, ko'rib o'tirib, hali anaqalarni, hali do'stga qo'ng'iroq, xotiniga qo'ng'iroq degan qarindoshlarga qo'ng'iroq degan bir 2 daqiqalik imtiyozlarni kiritsak. O'ylab ko'ramiz. Hisob 2-3 ruhan cho'kmaylar, hammasi oldinda, qiziq savollar oldinda 6-raundni e'lon qilaylik. Zangota. Oho, bizlar ashaddiy muxlislarimizdan Faxriddin Xolmuhamedov, Toshkent viloyati Zangota tumani Eshonguzar qo'rg'oni Ko'rkam ko'chasi 1-uydan. Hazil savol. Hazildan gapiring. Hazilnamo fikrlaylar. Lekin haqiqatdan bo'lgan fakt. Shu paytgacha ham hazilnamo fikrlayapmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz. 20-asr boshlarida neft qirollaridan biri Henri Duponni juda qurumsoq ekanligiga bir misolni keltirishadi. U soch oldirgach, doimo sartaroshga $1 haq bergan. O'g'illari esa $10 haq to'lashganligi bu oila qaydnomalarida yozib qoldirilgan. Sochlari kal bo'lgan yo siyrak debdirsiz. Garchi 70 dan oshgan bo'lsa ham sochlari qalin, bemalol $10 to'lasa mumkin bo'lgan kishi bo'lgan. Ammo $1 1 sent ham oshiq bermayman degan. Nega o'g'illaringiz $10 soch oldiradi, siz bor yo'g'i $1 berasiz xolos deb jurnalistlar, qitmir jurnalistlar bergan savolga u juda ajoyib tarzda javob qaytargan. Savol nima deb vaqt ketdi. Buni javobi, uni boshida otasi bor, men yetimman degandek bo'lishi mumkin. Javob tayyor muhtaram boshlovchi. Javob tayyor bo'lsa, agar javob to'g'ri bo'lsa 1 daqiqa asrab qolasizlar. O'sha 1 daqiqani asrab qolmoqchimiz-da. Zokirjon marhamat. Zokir marhamat. Birinchi kelgan fikr to'g'ri dedingiz, mana shu fikr keldi. Demak, o'sha o'g'illarimning boshida otasi bor, men yetimman degan bo'lishi mumkin. Qabul qilamiz. Agar javob to'g'ri bo'lsa 1 daqiqa sizlar zaxiralarda turadi. Xohlagan paytda olib foydalanasizlar. Aniq javob quyidagicha. Xasis deyiladi. Bu ibora barcha dunyo boylari keyinchalik ham ishlatib yurgan bir uchqur frazaga, iboraga aylanib ketgan. Nega o'g'illaringiz soch oldirib $10 to'laydi, siz esa bor yo'g'i $1 to'laysiz degan savolga Henri Dupont o'g'illarimni boshida otasi bor, meni esa otam yo'q deb javob bergan. Uchinchi hisob. Mana tepamda hech kimim yo'q degan ma'noda. Xayrmi? O'g'illarimni boyatasi bor. Mirzo Hakim aka, mana navbat sizga keldi. Bugun bayram, endi hammani bir-bir tanishtiramiz endi tomoshabinlarga bayram bo'lgan ekan. Sizdan boshlovchilik uslubingiz menga yoqadi. Men sizlarga mulozimat tariqasida aytayotganim yo'q. Men o'zim yoqtirgan boshlovchilarni, jurnalistlarni ko'proq taklif qilishga harakat qildim.
Rosti sizga professional yondashingiz menga yoqadi. Aynan sportda siz olib borganingizda men 90 daqiqa futbol qanday o'tib ketganini bilmay qolaman. Unga o'sha olib boradigan sport musobaqasiga qattiq tayyorgarlik ko'rganingiz sezilib turadi. Juda ko'p ma'lumot olish mumkin sizdan. Sport sharhlovchisi qanday bo'lishi kerak? Aslida televideniya va radiodagi sport sharhlovchilari bir-biridan farq qilishi kerak degan bir fikrni aytib o'tmoqchi edim. Chunki radio tinglovchi xohlasa, xohlamasa o'sha sharhlovchini nutqi orqali, matni orqali maydonda yoki sport saroyida bo'lib o'tayotgan voqea haqida tasavvurga ega bo'ladi va ishonishga majbur. Televideniyada tomoshabin o'zi ko'rib turgan narsani hadeb takrorlayveradigan bo'lsak, teletomoshabinni bezdirib qo'yamizmi, joniga tegamizmi? Men mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan barcha hamkasblarimizni, shu jumladan sport sohasini targ'ib, tashviq qilishda baholi qudrat mehnat qilayotgan sport jurnalistlarini bayram bilan tabriklamoqchiman va ana shu mehnat jarayonida ularga ham omad yor bo'lishini, g'alaba qozonishlarini tilamoqchiman. Rahmat. Yettinchi raund. Zulfiya Rustamova Toshkent shahar Mirobod tumanidan tushdi. Mana shu opamiz sizlarga o'zlarining savollarini yuborganlar. Dunyoga mashhur McDonald's firmasi 1994-yili AQShda o'tgan jahon chempionatining rasmiy homiylardan biri bo'lgan. Firma mahsulotlarini o'raydigan maxsus paket qog'ozchalarda chempionat emblemasi va qatnashuvchi jamoalarning bayroqlari tasvirlangan edi. Eng qizig'i, chempionatda terma jamoalar soni 24 ta edi. Ammo paket qog'ozlarda 23 ta davlat bayrog'i tasvirlangan, ya'ni bitta kam. Siz bir daqiqadan so'ng bu qatorda turishni xohlamagan davlat nomini ayting. Vaqt ketdi. Saudiya Arabistonida. Islom davlati. Ha, Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni. Muhtaram boshlovchi, javob tayyor. Marhamat, eshitamiz. Javobni haddan tashqari oddiy haqiqat deb, yana oddiy haqiqatlar tarafga buradigan bo'ldik. Gulmira Musajonova. Yo'q, bu aslida javob Zokir akanikida, lekin fikr bir joydan Men chiqib Islom davlati dedim. Shu menimcha Saudiya Arabistoni bosh tortgan bo'lsa kerak, chunki biz bilamiz, u yerda cho'chqa go'shtini iste'mol qilishadi. Halol harom berdi. Halol haromni farqiga boshadi, shuning uchun ular bosh tortishgan bo'lsa kerak. O'sha paketlarda ularning emblemasi yoki o'sha davlatlar qo'ymagan, bayrog'ini qo'ydirishdan bosh tortishgan. 94 Saudiya Arabistoni qatnashgan, ha? Bu Saudiya Arabistoni qabul qildi. Bittadan javob bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, Gulmiraxon javoblarini qabul qildi. McDonald's firmasi gamburger, cheeseburger, hot dog kabi tez taomlar bilan dunyoga nom qozongan. Uni asosiy mahsuloti go'sht. Mol go'shti, tovuq go'shti va cho'chqa go'shtlari ham bo'ladi. Bu davlat o'zini shu bayroq ostida shu narsani o'ralishini xohlamagan davlat. Saudiya Arabistonida demak, haligi sportga, futbolga aytsa ishonishmadi. mana har bir ham qiziqarkanlar. har bir dasturni kulminatsiyasi bo'ladi deyishadi. Ana shunday. Mana shu bugungi o'yinimizni kulminatsiya nuqtasi ham yetib keldi. Navbat Nilufar Umurzoqova bilan Gulmira Musajonovaga navbat yetib keldi. Sizlarni oxiriga olib qo'yganim tanishtirish borasida xafa emasmisizlar Gulmira? O'zi konsertda ham, shou dasturlarida ham eng zo'rlarini oxiriga olib qo'yishadi. Boshqalar xafa bo'lmasa kerak bu fikrimga. Biz o'yladikki, bularni bekati shu yerda bo'lishi mumkin. Oddiy haqiqatlar, ellik ko'rsatuvlari, nafaqat nomlari bilan, boshlovchilari uslubi bilan ham bir-biridan ajralib turadi. Bu yerda katta ijodiy guruhning xizmatlari bor deb ayta olaman. Sizlarga savolim shunday, men o'zim ekranga kam chiqqanim uchunmi, o'zimga hech ham yoqmayman. Nilufar, sizda ham shunaqa voqealar bo'ladimi? Menga ham yoqmaysiz.
agar menga navbat kelsa, men muhtaram boshlovchi, men ayrim hamkasblarimiz, yana teletomoshabinlar sizga bir fikr aytishganda aytmoqchiman. Muhtaram boshlovchini o'zlari ham mana shu kresloda ishtirokchi sifatida qatnashib ko'rsalar edi. Ba'zida shafqatsizlarcha xulosa chiqarmasdilar. Atrofdagi klub a'zolari qo'llab-quvvatlagan. 50 ta odam, atrofingizdagi 50 ta odamning orzusi shu. Pichoqni o'zingga ur, og'rimasa birovga ur degan. Men endi yoqish-yoqmasligini shu ma'noda, to'g'ri ma'noda tushundim. Tashqaridan o'zimga qaraganda qanaqa? To'g'ri, ko'pincha yoqmayman, lekin ko'pincha yoqaman ham. Endi adreslarga Bilmirada nima gap bu borada fikr? Endi oddiy haqiqatni aytadigan bo'lsak, masal o'zimga tanqidiyroq nazar bilan qarayman. Birovni tanqid qilishdan oldin odam o'zini o'zi tanqid qilishi sal yengilroq bo'lsa kerak. Efirga hammamiz har xil chiqamiz. Ko'chada bir marta men bitta qizcha ko'rib qoldilar, shu 17-18 yoshlarda ekan-da, ko'rdilar-da, aytdilarki, "Voy Gulmira opa, bu sizmisiz?" dedilar. "Ha, desam, "Va hayotda tub-tuz ayol ekansiz. Ekranda shunaqa xunov chiqadi." Shu katta supermarketda hammani oldiga aytdilar. Haqiqatda oddiyligi shunda. Endi borimiz shu. Agar bu narsaga 50 ga 50 nuqtai nazar bilan qarasangiz, umuman boshqacha kashf bo'lishi mumkin. 50% demak o'sha muxlisimizning fikrlari bo'lsa, 50% ayrim boshqa toifadagi muxlislar bor. Mana Abdurasul akam shu narsani anglagan holda o'zlarini ko'rsatmaydi ekranga. Zokir ochildi. Sizlarga muvaffaqiyat, ijodiy barkamollik tilayman. Hozircha to'ri uch oldinda yutyapsizlar, oldindasizlar. 2 ta ochko olsanglar, maqsadga erishasizlar. Olamiz. Olg'a 8-raund. Muhtaram boshlovchi, bizda hozir zaxirada 2 daqiqamiz bor, ha? Albatta, uni hisoblab turibmiz. Xohlagan paytda foydalanasiz. Savolingizga javob qilinmasak ham huquqimizni yaxshi bilamiz. Ortiq Shoimov, Qarshi shahar Tolli ko'chasi 62-uydan savol yuborganlar. Inson sog'lig'iga hech narsa yetmaydi. Tibbiyot xodimlari fikricha, inson umri davomida bir necha jarayonlarni boshidan kechiradi. Bolalik, yoshlik, navqironlik, o'z payti bilan qarilik ham o'z hukmini o'tkaza boshlaydi. Inson tanasidagi organlar birin-ketin o'z faoliyatini to'xtata boradi. Eng oxirida hammada yurak o'z faoliyatini to'xtatadi. Aytingchi, hurmatli hamkasblar, hamma insonlarda birinchi bo'lib qaysi organ o'z faoliyatini tugatadi? Vaqt ketdi. Birinchi bu qaysi organ birinchi? O'pka ishlaydi. Shu o'layotgan paytda deyildimi hozir? Miya Menimcha savol unaqa bo'lmadi, o'layotgan paytida emas, mana qariguncha, qarayotganda, qarayotgan jarayonda nima qaysi organ? Birinchi bo'lib ishdan chiqadigan organ haqida gap ketyapti-da. balki tushda xotira. Yo'q, xotira, imенно xotira emas. Xotiralik qariyalar ham bor. Yo'q, qarilikda qayta she'r yozilsa, xotira tiklanaverar ekan. Hozir shunaqa Unda versiya asablar bor. tiklanmaydi deyishadi-ku. Hozir asablar ham tiklanadigan Ko'rinishi, gap bor. bunda endi bo'lmaydi. Teri, odamni terisi qariydi birinchiga. Ajinlar tushadi. Teri organ. Demak, asablar qayta tiklanmaydi, nervni klетки не восстанавливаются boradi. Teridan bittasini tanlash kerak edi bundoq. Agar qarilik bilan bog'liq bo'lsa, agar Qarilik haqiqatan gerontologiya. o'pka to'xtatiladi. Demak, terimi Shu tishning yo'qyapti lekin qandaydir. Men savolni noto'g'ri tushunaman. Birinchi tark etadigan organ, birinchi. O'lganda, qaraganda. Qaraganda deyiladi. Marhamat, o'zi hakim aka kim javob beradi? Gulmira javob beradi. Gulmira. Bilmadim, nazarimda savolni tushunmadim. O'sha tushunganimga qarab javob beraman. Eng birinchi biz bolalikdan o'sishni boshlaymiz, o'sha jarayon qachon to'xtatilib, qachon bo'yimiz o'sha kerakli darajagacha yetib bo'lgandan keyin o'sha organ bo'yimizning o'sish jarayonimi, nima protsessimi o'sha to'xtaydi. Jarayon to'xtaydi. Jarayon to'xtaydi, odam Demak, bo'yini insonlarda jarayoni to'xtaydi. bo'y o'sish o'sishi to'xtasa. qabul qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Bu organ deyarli hammada bir vaqtda o'z faoliyatini yakunlaydi. Bu tana a'zosi bir umr siz bilan birga yuraveradi.
barcha insonlar dunyoga kelishi bilan kindik uziladi va u siz bilan bir umrga yursa-da, hech qanday fiziologik vazifani bajarmaydi. Ko'rib ko'rishdi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz O'zbekiston Milliy universitet madaniyat saroyida tashkil etilmoqda. Xonimiz Farg'ona lazzatli qandolat mahsulotlar ishlab chiqarayotgan Zebrixona savdo belgisi. Axborot hamkorimiz Nur gazetasi. Bosh xomiy halol va pokiza kalbasa mahsulotlar ishlab chiqarayotgan To'xtaniyoz ota fermer xo'jaligi. 9-raund. Nur gazetasi homiyligidagi savol tushdi. Bilasiz, bizni axborot hamkorimiz Nur gazetasi hisoblanadi. Nur gazetasining vakili Bobur Nizomov mana yoningizda turibdilar. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Jurnalist, sizni ham bugungi jurnalist bayram bilan tabriklayman, do'stim. Gulnora Qodirjonova Toshkent shahar Beshyog'och dahasidan ushbu savolga mualliflik qilganlar. Zamonaviy shoirlardan birining yapon hakkusidan ilhomlangan bir shoir, yapon hakkusidan ilhomlangan bir zamonaviy shoir 3 qator she'rini sizlarga o'qib beraman. Rustaveliyni o'qidim. O'qidim-u tushunmadim. Axir Gruziyada kim ko'rgan? Siz bir so'z bilan hakkuni yakunlang. Vaqt ketdi. Sakurani. Sakura gullagan. Yapon bo'ladigan bo'lsa sakura Sakuraning gullaganini. Sakura o'sha Kim ko'rgan Gruziyada Sakuraning Balki gullaganini. Xurshid Davronni she'rlari bo'lsa kerak. Xurshid aka. yo so'zi davom ettirish kerakmi yo muallifmi? Bitta so'z bilan yo bitta Sakura gullaganini. she'rni davom ettirish kerak deyapti. Sakurani gullagani. Sakuraning gullagani. Boshqa javob yo'q. Yarim minutimizni olib qo'yaylik-da, shunday deydi. Yo'q, yarim minut qo'y ketdi-yu. Xo'p, Bu bitta variant. Yo, mana shu birinchi miyamiz kelgan edi Sakura qolamiz. gullagani keyin. O'zi yana qiynashi yo'qmi? Yana keyin xato qildik. Dog'i bor-ku. Dog'i bor-ku. Fuziyama. Yo. Fuziyamani. Sakura